Assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlar yaxshimisizlar? Hop, Bitcoin'ni tushishidan foydalandinglar va FX Trade'da berilgan ideyadan foydalandinglar degan umiddaman. Shu haqida sizlar bilan gaplashmoqchi edim, ya'ni ozgina tushuntirish berib va bir-biriga bog'lamli taraflarni ozgina tushuntirib o'tmoqchi edim. Hech qanaqa darslik emas, просто shu ikkita post qilingan katta, ya'ni cycle uchun, katta vaqt uchun post qilingan ideya haqida Э, sizlarga tushuntirish berib o'tmoqchi edim. Hop, kelinglar sizlar bilan birinchi kripto market haqida gaplashamiz. Kriptoda o'zi bizni anchadan beri sell ideyasida aynan shu sequential ascent hosil bo'lgandan keyin narxi pastga qarab tushishi va har bitta pullbackdagi, ya'ni sell ideyasi haqida ham aytib o'tmoqchi edim. Hop, katta time frame'ni qaraydigan bo'lsak, ya'ni weekly cycle'da weekly time frame'da o'zi weekly time frame'ni qaraydigan bo'lsak, albatta bitta bizada eng topda sequential ascentimiz bor. Ya'ni total market cap bilan Bitcoin va Ethereum o'sha sequential ascent hosil qilgandan keyin bu to'rtinchi trade, ya'ni o'zimiz bilamiz, trade deganda uchtalik ma'nosini ko'pchilik tushunadi, lekin shu ya'ni marketga qo'shimcha ravishda ishlatiladigan yana bitta asset bu XRP. Hop. Bizga mana shu XRPdan tashqari Bitcoin va Ethereum orasida sequential ascent bo'lgan o'zi yetib ortadi va narxi pastga qarab olib tushaverishini ko'rib turibmiz. Va narx pastga qarab tushgandan keyin juda ham katta panika bo'lib ketgan. Va dekabrda, yanvar boshlarida pullback ko'rdik va pullback ham albatta bizada nima bilan yakunlandi? Sequential SMT bilan yakunlandi. Oila orasidagi sequential SMT bilan yakunlandi va narx yana pastga qarab tushishda davom etdi. Va o'rtoqlar, urush bo'lgandan keyin, ya'ni urush oxiriga yetgandan keyin kelishuvlar boshlangan paytda narx tepaga qarab o'zini reaksiyasini berdi, ya'ni tepaga qarab chiqishda davom etdi. Lekin albatta yana pastga qarab yurishda davom etadi. Bu hamma narsa ya'ni algoritmga borib taqaladi. Men misol uchun kelishuv bo'lgan taqdirda ham vaqt o'tib kelmagan bo'lsa, narx o'ziga yarasha narx o'ziga ham reaksiya berishi mumkin, lekin katta sayklda, katta miqyosdagi burilish hal berib bo'lmaydi. Hop. Oila orasidagi sequential SMT bo'lgandan keyin va monthly cycle sequential SMT bo'lgandan keyin narx pastga qarab tushishda davom etdi. Buni hozirgina MetaShit'da borlik dars o'tganimda ham tushuntirib o'tgandim. Bu misol uchun kripto marketdagi nimani ideyani 17-martda bergandim. Ya'ni o'zi ideya qanaqa edi? Ideya faqat sell edi. Long qaramadi. Umuman long qarash xato edi. Chunki marketda low bunaqa holatda yasalmaydi. Albatta bizada cracking correlation bo'lishi kerak. Xuddi tepadagi mana bitta holatda qanaqa hosil bo'lgan bo'lsa, yoki bu yoqda qanaqa hosil bo'lgan bo'lsa, lowda ham xuddi shunaqa holat hosil bo'lishi kerak. Bitta low berib tepaga qarab ketib bo'ldi уже, ya'ni all time highga chiqib ketish bu nerealniy holat. Ideya sell edi. Ya'ni we will witness millions of dollars liquidation from the crypto market soon again. Va ko'rib turibmiz, narx pastga qarab tushib ketgan. Bunga yana bitta holat, ya'ni FX Trade'ga borib taqaladi. Hammasi DXYga borib taqaladi. Bundoq olib qarasa. Xo'p. Bu yerda biza nimani nazarda tutgandik? Ya'ni I will not recommend to buy anything until they all close below the low DXY above the highs euro. Buni chatda bitta ko'raylik mana. Chatda ko'rib tursak, bizada tepada yevro va poundda sequential SMT holatini ko'rdik. Bu narsa DXYga korrelyatsiya asosida. Va DXY to'p ko'tarishni davom etdi. Har doim azaldan aytib kelaman. Mana shu
mana mana shu high va yevrodagi bu low, pounddagi bu low judayam qisqa o'ziga narxi tortadigan joy va xudo xohlasa kelayotgan haftalarda kelayotgan oyda mana shu lowga yetib borishimiz mumkin tez orada xudo xohlasa. Sababi bu yerda oddiy non sequential SMT narxi o'ziga tortadi tamom. Va aynan shu yerda ya'ni narxi ya'ni DXY low'da pastga o'tib yopilmaguncha hech nima sotib olish kerak emas degan ma'noni bilgan edi. Bu ma'noni orasida albatta bitcoin ham bor edi. Bitcoin pastga qarab yurishda davom etyapti. Hop. Korrelyatsiya o'zi marketda bor. Korrelyatsiya marketda bor, lekin judayam ko'pchilik bu narsaga e'tibor bermaydi yoki ishlashni bilmaydi, foydalanishni bilmaydi korrelyatsiyadan. Korrelyatsiya bilan foydalanish faqat narx bilan ishlashga bog'liq emas. Korrelyatsiya marketdagi o'sha correlation, crack in correlation deydi. Bu bilasizlar, vaqt bilan kelib chiqadigan narsa. Ya'ni vaqtda kelgandan keyin o'zi bilamiz sequential SMT ni vaqt soati bor, o'zini time frame'lari bor, to'g'rimi? Aynan o'sha time frame'da vaqt deganda o'shani nazarda tutiladi. Vaqt degani ko'pchilik o'ylaydi aynan misol uchun dushanba kuni 9 da, ertalabki 9 da yoki juma kungi 9 da endi vaqt определенный vaqt aytib beradi deb o'ylaydi ko'pchilik, lekin unaqa emas. Cycle cycle'da bo'ladi hamma narsani. O'shaning uchun vaqt deganda o'sha cycle'ni nazarda tutasizlar. Aytganimdek, korrelyatsiya bilan ya'ni narxi harakatini bog'lash orqali trade qilib bo'lmaydi, ya'ni topib bo'lmaydi bu narsani. Albatta vaqt soati yetib kelgan bo'lishi kerak. Vaqt soati yetib keldi deydi-yu, bizada o'zi gap bor. Xuddi o'shanga o'xshagan narsa. Vaqt soati keldimi, narx buriladi. E'tibor beringlar. Narx keldimi, vaqt soat bo'ladi deyilmayapti. Vaqt soati keldimi, narx buriladi. Birinchi vaqt har doim, keyin narx. Men oldin umuman vaqt haqida hech nima bilmasdim. Umuman xayolimga ham kelmas bunaqa vaqt bilan ishlash. O'shaning uchun faqat narx deb o'ylaydim. Lekin unaqa emas. Aslida vaqt, keyin narx. Xo'p. Bitcoin'da 60.500 dan pastga o'tib tushishi kutilyapti. Ko'pchilik 50.000gacha tushib ketadi deyapti. Buni ko'ramiz narx harakatiga qarab. Lekin mana shu yilni oxirgi 3-4 kvartal yoki keyingi yilni boshlariga уже biza bullish harakatni ko'rishimiz ehtimoli katta. Chunki 4 yillik cycle уже kelib qoldi. Xo'p. Botga 4-chi trade qilib biza DXY qo'shib gaplashamiz. Ya'ni DXY bilan e'tibor bersanglar, aprel oyini pastga o'tib yopilmagan may oyida, lekin Bitcoin'da o'sha aprel oyini tepasini buzib, tepaga o'tib yopib bo'lgan. Уже bu yerda narrativ hosil bo'ladi. Har doim misol uchun katta cycle sequential SMT ile hosil bo'lsa, уже sizlarda narrativ. Aynan bitta cycle sequential SMT bilan ishlab olmaydi. Sizlarga bitta kalit, mana kalit so'z. Bitta sequential SMT bilan ishlamaydi hech qachon. DXYdagi shu pastga o'tib yopilmaguncha buy olmanglar hech nimaga deyilgani ham xuddi shunga nisbatan aytilgandi. Ya'ni Bitcoin'ga pastga qarab yurishiga signal edi bu. Lekin ko'pchilik ahamiyat bermaydi, ko'pchilik e'tibor bermaydi bu narsaga. Xo'p. Index futuresda menga hozir qiziqarli bo'lgan, ya'ni narx harakati yo'q. Narx juda ham kuchli buyga qarab ketyapti, ya'ni tepaga qarab yurishda davom etyapti. Kichkina cycleda ishlasanglar bo'ladi. Ya'ni sequential SMT qo'llab, lekin katta cycleda hali sellga ideya yo'q. DXY tepaga. Ana shu highlarga qarab, yevro ham pastga qarab ketishda davom etadi. Xo'p. O'rtoqlar, aynan shu ikkita ideya berilgani, ya'ni birinchisi Bitcoin'da sellga qarab yurishi,
va FX Trade degan ideya aynan shulardan iborat edi. Buni backtest qilinglar o'zinglar uchun. Ya'ni kim uchundir bu darslik, kim uchundir bu kichik ma'lumot sifatida. Ya'ni shu videoni chiqarishga qaror qildim. Foydali bo'lgan bo'lsa, man xursandman va hammaga omadli trading week tilab qolaman.